Bitta balani urib telefonni olib qo'ydik. Ota-onamdan hammasidan kechirim so'rayman. Ma'lum bo'lishicha, Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xususan, Qarshi shahar Giyolik mahallasida yashovchi fuqaro Ergashev istirohat bog'ida aylanib yurganda 4 nafar fuqaro zo'rlik ishlatib, cho'ntagidagi pullarni olib qo'yib, tan jarohati yetkazishadi. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida bu jinoyatni sodir etgan Qarshi tumanida yashovchi ushbu shaxslar qo'lga olindi. Ko'cha yo'q narsa u. Ko'cha bor o'ylaydi, boshqa o'ylaydi. U ko'cha bo'lmagan narsa u. Oqibati qamoqxona bo'ladi. Panjara o'rtayib turish yaxshi emas. Bu ishga qilmayman shuni. Ichimdan pushaymonman. Tengdoshlarim ham bu xato yo'lga kirib qolishlarini xohlamayman. Bu ishlar qilmaylar, yaxshi ish emas. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh yetakchisi va a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoiy guruh a'zolariga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.